Gürlenden gepiremiz. Alisher Navoiy namidagi istirahat bag'idan ajoyib reportaj olib bormoqdamiz. Reportajni nuroniy rejissor jurnalist Rahimboy Jumatoğlu olib boryapti. Hurmatli eldoshlar, bir qo'lim turuydi mana. Har ikkala qo'limni qo'yaman. Bayramingiz muborak bo'lsin. G'alaba bayramingiz muborak bo'lsin. Bu urush yomon urush bo'ldi. Mening bitta qo'shnim bor edi. To'ra bobo degan. Urushdan ikki oyoqsiz keldi. İki ayaksız geldi. İl yığladı. Yurt yığladı. Benim yine bir koştum vardı. Şamurat Baba degen. Miyesi de ok kalıp geldi. Ok. Şunu şurada aldı şunu. Gürlendi aldı şunu. Gürlendi aldı. Bu uruşun namı uçsun. Dehşet buldu, dehşet. Hemmemizge, berçemizge. Bugün biz acayip zamanda yaşayapmiz. Acayip tedbirler o'tkazayapmiz. Mana gapiryapmiz erkin. Mikrofonlar jaranglayapti. Kameralar ishlayapti. Qanday zaman bor edi? Shunday zaman bormidi oldin? Ko'rdingizmi? Ilmirjon ajoyib qilib surat qolyapti. San'atkorlar acayip qo'shiq aytib beryapti bizlarning dilimizda husni ko'rish uchun. Hurmatli singillar, yana bir bora doim sizlar bilan bu dunyo hayot ochiq chehrada yurgaysizlar Xudoyim. Iloyim, hech qachon urush bo'lmasin.